Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz vatandoshlar, sevimli qarindoshlar. Bir qarindoshimiz menga tunigun shu Makka muxbiri apandining Amerikada birisining qilgan so'zlarini avatib qo'yapti. Oldi bilan Makka muxbiri apandining gapiga quloq solsak, Makka muxbiri apandi manda debdiki, mushu Turkiya Uyg'urlarninki inqilobini monopol qilish uchun, kozir qilish uchun aqlyapti, qilyapti debdi. Darvaqa shundoq qisman odamlarni ishlatib inqilobni monopol qilmoqchi, kozir qilmoqchi Uyg'urning ishini demoqchi. To'g'ri deydi. Shundoq qilmoqchi Turkiya. Ammo Sharq Turkiston surgundi hukumati 2019-yili Turkiyadagi İsmail Chingizni o'zining xatoligi bor, yana boshqa sabablar bilan hukumatdan qovlab chiqadi. Shuning bilan Sharq Turkiston surgundi hukumatining Turkiyada monopol bo'lib qilishi yo'q bo'ldi. Turkiyaninki kozirligidan chiqatdi. Hozir Sharq Turkiston surgundi hukumati Amerikada shu 2019-yildan tortib hozirgacha. Türkiye bildi ki Türkiye'deki andamanda boy gösterip жүрген adamlarının birnimiga yarmaydiganligini bildi. Şuңашqa muşu Amerika'daki hükümetini amal qilib sundurup Türkiye monopolligidagi bir hükümetini paydo qilishni planlaydi. Shuni umid qiladi. Lekin o zamanlar ketdi deb o'ylayman. Endi Makka muxbiri efendim bu yerda ba'zan artistlarninki haqiqiy qiyofatini oshmabdi. Haqiqiy qiyofati bo'lsa ular Tayvandan kuch ilib kelib, majatdagi Uyg'urlarning qallasini bir yerga bog'lab, bir qotanga solashni plan qilayotgan bir ish bor. Tayvanliklarmi o u yerda boy ko'rsatib жүрген odamlarni hech nimaga hisob qilmaydi. Faqat mushu Amerikadagi surgundi hukumatni yo'qotishga tirishadi. Amerikada bu hukumat bo'lib qolsa, bu hukumatning kelgusidan ansiraydi. Shunga artistlarni ishga silib, bu hukumatni yo'qotishga tirishyapti. Makka muxbiri efendimga deydigan gapim shunchalik. Endi Xitoylarninki ular bilan hamkorlashib bu ishni qilayotganligini sal oshmabdi. Bundan keyin gap qilsa, ichivroq gap qilish kerak deb o'ylayman. Endi men Amerikadagi birisining gapini qilsak, Amerikadagi bu bayqush G'ulom Usmon efendimga qo'pol tegibdi-da o'zicha. Bervas ummamda sizlarning o konrab qolgan uslubinglarning zamoni ketdi, oqilay, ko'kilay deb. G'ulom Usmon efendi bu yerga islog'ini yo'q surgundi hukumatninki. Rais bo'lmasa bo'lmaydi deb. Xili yillar bo'ldi. Chaqiryotdi, kelinglar. Qo'linglardan ish keladiganlar kelinglar. Mush ishni qo'linglarga elinglar. Mush ishni topshirib berayli sizlarga. Qilinglar. Da'vat qilib necha yil bo'ldi. Bular nada bu gaplar nimishga anglamaydi. Yana birisi bu odamlarning mush Amerikadagi shu gaplarni qilgan odamlarning hech qanday salohiyati yo'q. G'ulom Usmon efendimga bunda deydigan. Hech qanday salohiyati yo'q. Hech qanday
darajasini toshmaydi. G'ulom Usmon apandiga uni buni deydigan. Qanday degan chaqda Amerikada uning hech qanday inovati yo'q. Bakronchakdan o'tamagan bir odam. Bakronchakdan o'tamagan odamni hech qanday e'tibor olmaydi Amerikada. Bundacha aytganda tirik murda. Ishqim olmaydi. O qanday qiladi? Shuning bilan mushunda Xitoyga haqiqiy qarshi odamlarga aksinchi gaplarni qilib Xitoyga yaqin bo'lib yoki bo'lmasa shunda Xitoyga yaqin bo'lgan odamlarning peshini ko'tarib ancha muncha bir nima tepishni g'araz qiladi unda odamlar. Chunki Amerikada bir kunni o'tkazmakmi xeli gap, xeli pul ketadi uningga. U ishga olmasa bekor yursa nima yeydi? Ayoli ishlasa, ayolnikini hajlasa, ayolimi nima gapi bor-da? Ayolning gapi bor-da. Shuningga u odamlar sal g'oshin tepib gap qilsa bo'ladi. Qo'ngda poq o'g'anlik uchun Bakronchakdan o'tanmaydi. Bakronchakdan o'tanmadi degandikin abay dedik, tirik murda hech nimaga yaramaydi mayada. Ma davlatda. Bu yerda endi Bakronchakdan o'tanmadim deb yag'andan Xitoyni ancha mistillab qo'yib, Amerikaga yaxshi bo'laman deydigan gaplarimi bor ekan. Amerikani unda aldaydigan ish yo'q. Unda oson aldayanmaydi Amerikani. Unda bir yerim odamga aldanib ketsa Amerika dunyoda xo'jayinlik roli tugab ketmamdi Amerikaning. Shuningga deyman-ku, qanday jihatdan bo'lsa-bo'lsin Xitoyning peshini ko'targan odamninki chaponni ko'tarib gap qilib, bu yerda buningga tegishdan sal diqqatli bo'lsin deymiz. Bo'lmasa shu gap anglaydi, shu boshqa gap yo'q. Uningdan birisi qo'rqib qolmaydi. Bu Amerika bu. Odamda odam qo'rqadigan yer emas.